Man ekzamenlar aynan nimani kandidatlardan qidirishini yaxshilab o'rganib chiqdim. Va eng qizig'i, speakingim yetarli emasligini birinchi marta head teacherimiz aytganlarida menda plan bo'yicha imtihongacha 6-7 oy bor edi va bu davr men uchun juda ham muhim edi. Chunki bu safar men shunchaki tayyorlanish emas, speakingga bo'lgan munosabatimni o'zgartirishga qaror qilgan edim. Man ekzamenlar aynan nimani kandidatlardan qidirishini yaxshilab o'rganib chiqdim. Va eng qizig'i, Band 9 haqidagi kriteriyalarga hatto qaraganim ham yo'q, chunki men realist bo'lishni tanlagan edim va speaking 7 dan turib 9 ga chiqish impossible deb o'ylagan edim. O'sha paytda men natija haqida kamroq o'yladim. Necha ball olaman degan savol o'rniga qanday qilib speakingimni yaxshilasam bo'ladi degan savolga ko'proq e'tibor qaratdim. Maqsadim real, ishonchli va erkin gapirish edi. Keyin o'sha paytlarda bir intensiv kursda qatnashni boshladim va shuni his qildimki, pronunciationim, ya'ni talaffuzim zo'r deb o'ylagan holatimda ham menda ancha-muncha yig'ilib qolgan problemalar bor ekan. O'sha paytdan boshlab pronunciationga juda ham qattiq kirishdim. Videolar ko'rdim va kuniga eng kamida 30-40 minut davomida shadowing texnikasi bo'yicha talaffuzimni rivojlantirdim va real imtihondan 9 ballik sistemadan aynan pronunciation qismidan 8 olishga muvaffaq bo'ldim.